Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan Kamina Mehroj. Bugun sizlar bilan navbatdagi loyihamizni qisqacha tahlilini birgalikda ko'rib o'tamiz. Loyihamiz umumiy 4,7 sotixli yer maydoniga joylashtirib ketilgan. Videoni boshlashdan oldin agarda bizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun esa video ostida layklaringizni ayamang va fikr-mulohaza qoldirmoqchi bo'lsangiz, tepada demak, izohlaringizni qoldirib ketishingiz mumkin. Bizni bundan tashqari Telegram va Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali kuzatmoqchi bo'lsangiz, pastdagi opisiyadan qolgan ijtimoiy tarmoqlarimizga ham o'tsangiz bo'ladi. Endi esa navbat loyihamizni tushuntirishga. Loyihamiz aytib o'tganimizdek umumiy 4,7 sotixli yer maydoniga joylashtirilgan. Lekin bu loyihamizni bemalol 2,5 sotixga ham mo'ljallasangiz bo'ladi. 4,7 ga joylashtirilganligining sababi bu loyihamiz o'zini egallagan joyini, hovlini, demak, 3 dan 2 qismi demaylik, 4 dan 2 qismi yoki yarmi desak to'g'riroq bo'ladi, yarmiga qoldirib ketilgan. Yarmiga joylashtirib ketilgan desak to'g'riroq bo'ladi. Sababi loyihamiz mana shu mo'ljallangan uchastkaning teng yarmiga desak ham bo'ladi, joylashtirib ketilgan. Demak, loyihamiz lokatsiyasi esa Samarqand viloyati Ishtixon tumanida qoldirib ketilgan. Endi esa boshlaymiz. Loyihani albatta biz joyiga borib o'rganib ko'rdik. Joyiga borib o'rganganimizda loyihamiz demak, quriladigan joy bo'm-bo'sh emas, har holda yon atrofida ham qo'shimcha binolar mavjudligini guvohi bo'ldik. Bu yerda eng boshdan boshlaydigan bo'lsak, ko'chamiz ikki tomonda mavjud, ya'ni mana shu tomonda ham ko'cha bor, bu tarafda ham ko'cha mavjud. Biz mana shu darvozaxonadan kirdik va bu darvozaxonaga kirganimizda xuddi mana shu joyda bitta suri turganligini ko'rdik. Uy egalari bundan demak foydalanishar ekan, mana shu joyda turgan surimizdan. Bu joyda esa albatta kattagina panoramli eshik derazlarimiz qo'yilgan ekan va darvozaxonamizni o'zi ham issiqqani, xuddi mana shu joyda esa bitta kat yo'l qoldirilganligini ko'rdik va shu zahoti uy egasi mana shu darvozaxonani o'zini qoldirishimiz kerak. Undan tashqari qo'shimcha qilingan mana shu G holatdagi uylarimizni ham qoldirib loyiha qilishimizni so'radi. Ya'ni xuddi mana shu joy qoladi, belgilayotgan joylarimizni hammasi qoladi. Bizga loyiha qilish uchun esa ikkinchi tomondagi yashil navis hamda mavjud binomiz tegishli bo'ldi. Va mavjud binomizni o'zidan, ya'ni loyihamiz hozirgi mavjud holatda turgan bir qavatli loyihani qayerlari ko'proq ma'qul kelmayotganligini uy egasidan so'radik va o'zimiz ham iqror bo'ldikki, birinchidan hovlimiz juda tor. Eniga bor yo'q 5,5 metr. Bu degani mana bu tarafdan aytaylik 2 metr bu tomondan, bu tarafdan esa 1,5 metr minimum. Yurish uchun betondan qilinadigan yo'laklar bo'ladigan bo'lsa, o'rtada bor yo'g'i 2 metrgina demak yashil zona uchun joy qoladi. Bu esa juda kam. Ikkinchi muammo esa mavjud binomizni naq 3 ta xonasi soya tomonda qolib ketgan. Ya'ni xuddi mana shunday 2 ga bo'ladigan bo'lsak, mana bu joyda 3 ta xonamiz, demak 1, 2, 3-chi xonalarimiz to'liq hech qanday oynasiz uyni orqa tomonda qolib ketgan. Ko'pincha loyiha qildirayotganda shunga e'tibor berish kerakki, iloji boricha yoki umuman gulxoy, ya'ni oynasiz xonalardan foydalanmaslik kerak. Shuning uchun biz hovlini to'ridan loyihani mo'ljallaganda orqadan iloji boricha 1,5 metr. Agarda ko'proq joy bo'lsa, yana ham ko'proq joy qoldirishni maslahat beramiz. Mana bu xonalarda yashash, qo'pol qilib aytganda, qamoqxonada yotgan yoki yashagan hissini berib qoladi. Xuddi shunday. Endi esa mana shu holatlarni o'rganganimizdan keyin deylik, biz loyihamizni boshladik. Bizga eng mana shu muammolarimizni yechishda kerak bo'ladigan narsa bu birinchisi o'rtadagi joyni kattartirishimiz kerak edi. Uzr. Mana shu joyni sal kattaroq qilishimiz kerak. Ikkinchi masalamiz
hozirgi mo'ljallanayotgan loyihamizda hamma xonamizni derazasi bo'lsin va bu hovlida ko'proq yashil maydon uchun zamin yaratishimiz kerak. Xuddi mana shunday 3 ta masalani hisobga olib biz loyihamizni qildik va buni sizlarga mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni aynan mana shu devorimiz hozirgi holatda mavjud va bu darvozaxonaga qo'shilib qoladi. Chunki buni ustiga balkalar mingan va darvozaxonamiz hozirgi holatda saqlanib qolishi kerak. Umuman olganda bu uyni qurguncha ham uy egalari qayerdadir yashab turishi kerak baribir. Shu uchun biz bu devor bilan birgalikda darvozaxona mavjud binomizda bu yerdagi bitta mehmonxona mavjud bu joyda hammasini qoldirishga qaror qildik. Yozgi oshxona hammasi. Va ko'rib turganlaringizdek biz ikkinchi mehmonxonani xuddi mana shu burchakdan qoldirib o'tdik va kirish eshigini birinchi boshda bu tomondan bir mo'ljallamoqchi bo'ldik. Lekin o'ylab qaraydigan bo'lsak, ikkinchi mehmonxonamizni, ya'ni hozirgi holatda mavjud mehmonxonamizni ham eshigi xuddi mana shu joyda joylashganligi uchun ertaga to'y maraka bo'ladigan bo'lsa, bu tarafdan kelgan mehmon ham aylanib mana shu darvozaxona orqali kiradi. Bu mehmonxonaga ikkinchi darvozadan kirgan ham xuddi mana shu darvozaxona orqali mehmonxonaga kiradi. Bunda ozgina demak, ikkita darvoza qilganimiz ham ko'p foyda bermay qoladi. Chunki hamma kelib mana shu darvozaxonani o'zida uchrashib qolishiga va bu yer ortiqcha odam to'planishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun biz mehmonxonamizni eshigini xuddi mana shunday oldidan qilib mo'ljallab ketdik. Ya'ni kirish eshigi old tomonda qoldirib ketilgan. Shunga mos ravishda esa demak biz ikkinchi asosiy uyga kirish eshigini ham xuddi mana shu joyda qoldirib ketganmiz. 1,5 tabaqali eshik qo'yganmiz. Kirganimizdan keyin o'ng tomonda yotoqxonamiz joylashtirib o'tilgan 370 ga 4 metr, uning orqasida ikkita sanuzelimiz va sanuzelni to'g'risida bizni yuqori qavatga chiqish uchun zinamiz qoldirib o'tilgan. Mana shu joyda e'tibor bering, biz orqa tomonda xona joylashtirmadik. Uni ya'ni yashaydigan xonalar, yotadigan xonalar joylashtirmadik. Uni o'rniga biz qo'shimcha xonalar, masalan, sanuzel deylik. Sanuzelga deraza qo'yish menimcha qo'ymasa ham bemalol foydalansa bo'ladi. Uni o'rniga havo aylanish tizimini va kanalizatsiyalarni yaxshi qilsa, demak, hammasi o'z joyiga tushib ketadi va albatta zina uchun joyimiz ham xuddi mana shu joyga joylashdi. Lekin zinamizni o'zini ham juda qorong'i deb bo'lmaydi, chunki katta eshik qo'yiladi. Bu yerdan yorug'lik bemalol keladi va holdan keladigan qo'shimcha yorug'lik ham qisman zinamizga, zinapoyalarimizga tushib turadi. Mehmonxonani eshigi esa alohida. Bu loyihamiz high-tech bo'lsa ham, lekin o'zimizni milliylashtirilgan, o'zbeklashtirilgan usulda qilingan. Ya'ni ham zamonaviy, ham o'zimizning o'zbekchiligimizdan chiqib ketmagan holatda yechilgan umumiy holatda loyihamiz. Endi esa oshxonaga to'xtaymiz. Oshxonamiz shunday xususiyatga egaki, ya'ni bu oshxonamizni o'zida bir barakaga masalan bemalol taom tayyorlasa bo'ladi. Taom tayyorlanayotgan vaqti bu joyga biz bitta surilib ochilib yopishga mana shunday eshiklarni o'rnatib ketamiz. Demak, loyihada ko'rsatib ketamiz. Bu nima uchun xizmat qiladi? O'zbek oshxonasi ko'proq yog'li ovqatlarga mos desak ham bo'ladi. Agarda uyda demak yog'li ovqat qilinadigan bo'lsa, agarda mana shu razdvijnoy eshigimizni qo'ymasak, butun uyni bu hid tutib ketishi mumkin. Shuning uchun mana shu eshikni qo'ydikki, ovqat qilinayotgan vaqtda bu eshiklar yopiladi. Demak, bu yerda esa derazamiz bor, bemalol ham tashqari ko'rinadi va qo'shimchasiga derazalarni ochib ichkarini shamollatish mumkin. Aksincha, ovqat qilinmaydigan vaqtda esa mana shu razdvijnoy eshigimiz bir chekkaga yig'ishtirib qo'yiladigan bo'lsa, demak, bu yerda yana kattagina zona, holga qo'shilgan zonamiz bizni paydo bo'ladi. Qo'shib bemalol foydalanib ketish mumkin bo'ladi. Bu ya'ni studiya variantda to'liq hol, oshxona hammasi bir-biriga uzviy bog'langan holatda
bo'ladi va undan tashqari xuddi mana shu joyda biz yana bitta darvozaxonani o'zini qoldirib ketganmiz. Bitta mashinani joylashtirish uchun mo'ljallab. Eni 6 metrdan ozgina o'tadi. Hozir 590 kolonnadan kolonnagacha, lekin darvoza ozgina kirganligini hisobiga 6 metr atrofida, demak, ichkarida joy qoladi. Xo'p, endi uyni enini qisqartirganimizdan keyin bizda xuddi mana shu joyda 9,5 metr joy hosil bo'ldi. 9,5 ga 14,60. Deylik, mana shu joydan 2,5 metr joyimiz, 2,5 metr yurishga yo'lagimiz, bu tomondan esa 1,20 ga qisqartirsak ham bo'ladi. 1,20 deylik. Umumiy 3,70 uzunlik ketdi. 9,5 minus 3,70. Demak, shunda bizda 5 metr 80 santimetr deylik. To'liq aziliniya uchun joy qoldi o'rtada. Oldin umumiy qolgan joydan ham ko'proq o'sha yashil maydon uchun joy qoldi. Undan tashqari, endi bu yerda hozir kirish eshigimiz ikkita bo'ldi. Hozir ko'rib turganimizdek bittasi mehmonxonaga tegishli bo'lsa, ikkinchi eshigimiz, ya'ni bitta eshigimiz mehmonxonaga tegishli bo'lsa, ikkinchisi kirish eshigimiz bo'ldi va bu eshiklarimizga to'g'ridan to'g'ri kirib ketadigan bo'lsak, oyoq kiyimlarni tashqariga yechadigan bo'lsak, oyoq kiyimlar yog'in sog'inchida qolib ketishi mumkin. Shuning uchun buning ustiga biz balkonni joylashtirib o'tganmiz. Ya'ni mana shu qismimiz balkon qismi hisoblanadi. Buni ham razmerlarini yuqorida ko'rsatib o'tamiz. Ikkita funksiya. Birinchisi pastdagi oyoq kiyimlarni, demak, yog'ingarchilikdan saqlash uchun va umuman olganda uyga kiradigan joyingiz tashqarida yomg'ir, masalan, qor bo'ldi. Mana shunday yopiqroq joy bo'lsa, yana ham, demak, komfort yaratadi, yaxshiroq bo'ladi. Xuddi mana shunday joyni hosil qilish. Endi esa ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz. Xo'p. Ikkinchi qavatimiz esa birinchi qavatimizga mos ravishda qoldirib ketilgan, faqat bu yerda qo'shimchasiga ikkita sanuzilni biz ikkinchi tomonimizga, ya'ni xuddi mana shu joyimizni o'ziga olib o'tganmiz. Xuddi mana shu joyimizga olib o'tganmiz. Buning sababi esa biz pastdagi, ya'ni birinchi qavatimizda joylashgan buni hozir demak ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rsatib o'tamiz. Pastda birinchi qavatda sanuzil joylashgan edi, ikkinchi qavatda esa sanuzil ustma-ust tushmagan. Buning sababi biz bu yerdan qo'shimcha yo'lak hosil qilganmizki, demak, orqadagi yotoqxonaga o'tish uchun 380 ga 5 metr bo'lgan katta yotoqxonaga o'tish uchun bu yerdan biz qo'shimcha yo'lak hosil qilib qo'yganmiz. Oldindan yo'lak tashlasa bo'lar edi, lekin bu yo'lagimizni orqasidan tushib qolar edi. Mana shu yotoqxonaning derazasi. Bu esa birinchi aytgan gapimizga teskari. Ya'ni xonalarga iloji boricha to'g'ridan, demak, birdan uni qisqa qilib aytganda pryamoy yorug'lik tushishi kerak yoki deraza shunday ochilganda birdan tashqariga ulashib ketishi kerak. Biz ham shunday qildik va koridorni orqa tomondan tashladik. Bu yerda sanuzillarimiz qoldirib ketilgan. Mana bu yerda esa yana kattagina ota-onalar yotoqxonasi va o'zining ichida alohida sanuzillari joylashtirib ketilgan. Bu yerda esa umumiy balkon qismi mavjud. Balkonimiz ham keng. 1,60 eniga, bunaqasiga deyarli 10 metr. Bu yerda mazza qilib chiqib ikkita stul, bitta kofe stolni qo'yib mazza qilib kofe ichsa ham bo'ladi. Ayniqsa tashqarida qor, yomg'ir yog'ayotganda bu yana ham romantik kayfiyat beradi unga. Xo'p, endi xuddi mana shu sanuzillarimizni ostida holimiz joylashganda, boshda ko'rganimizdek, buni kanalizatsiya tizimlari qanday bo'ladi degan savolga ham qisqacha bir ko'rsatib o'tmoqchimiz. Ya'ni mana guvohi bo'layotganlaringizdek, pastda aynan mana shu
sanuzellarimizni ostida biz alohida shaxta yaratganmizki, bundan tushadigan trubalar mana shu shaxta orqali pastgacha tushib ketishligi mumkin va orqasida hol bo'ladi, devor bilan перегородка qilib uraladi. Orqasida nima borligi deyarli ko'rinmaydi. Faqat devorimiz salgina qalindek tuyuladi xolos. Bu ham bir yechimlarimizdan biri hisoblanadi. Endi ikkinchi qavatdagi demak, darvozaxonamizning ustini shunchaki bo'sh qoldirdik. Buni sababi, agarda bu yerga yana xona qo'shadigan bo'lsak, qanaqadir deyilgan xona agar yana qo'shib loyihalaydigan bo'lsak, bu xonamizga ham mana shu yotoqxonani ichidan kiradigan bo'lib qolardi. Bu esa unchalik demak, bu xonamizni foydalanish imkoniyatini kamaytirib qo'yadi desak ham bo'ladi. Ya'ni darvozaxonamizni ustiga deylik bitta xona qildik. Uni uchun mana shu xonamiz bu xona uchun yo'lak vazifasini bajarib qoladi shunchaki. Aksincha qilmasak, ozgina xarajat kamroq bo'ladi degan maqsadni o'ylab xuddi mana shu qarorlarga keldik. Qisqacha mana shu loyihamizni tushuntirib o'tdik. Agarda kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr so'raymiz. Bu loyihani ma'lumot uchun aytib qo'yaman. Adashmasam, texnik sabablarga ko'ra 3-marta qaytadan gapirdim. Ikkita zapisimiz o'chib ketdi. Anchagina mehnat bo'ldi degani, shuning uchun qo'llab-quvvatlash zarur. Agarda hali ham like bosmagan bo'lsangiz, ozgina uyalingda, endi bir like bosish qiyin emas. Va so'ngida aytar so'zimiz: o'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.